Assalomu alaykum. Abdulhay darvozani qadrli obunachilar. Xudo xohlasa sizlarni bugun tayyor bo'lgan darvozalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bu Xorazm o'rnaydi. Eniga 320, bo'yiga 2,5 metrli bo'lgan. Polni profillargacha 1.3, listlargacha 1.33 plyusovoy bo'ladi. Shiveller bo'lgan. Okey bilan eng qizig'i 8 ga 6 profilga gaplashganman. Shiveller qo'yib berganman. Ikkita yon tagiga shiveller qo'yganman, xudo xohlasa. Tagilar ham shiveller, xudo xohlasa. Pachineli shanner bo'ladi mana. Mana bu darvozamiz Namanganni 4-brigada degan joyda o'rnaydi. Komilxon ekan o'ylarga. Mana bu qanotlari. Xudo xohlasa. Bu darvozamiz 4-brigadaga. Mana bu darvozamiz esa o'zimizning shaharchaga tayyorlangan 395 listli 1.8 skronli taroq fason 2 qavatli. Orqasi shunaqa tekis holatda bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana suvarkalarni shunga ham zich uraman, xudo xohlasa. Bu bo'lsa, hop. Mana bu darvoza. Bitta high-tech, bitta dubayskiy variant bosganman. Hozir nerjavek yopishtirib qo'ydik bunga. Nerjavek yopishtirib, o'zimiz doimgi urf odatlarimiz deydi, an'anamizga sodiq qilgan holatda shannerlarni qo'yib qo'ydik. An'anamiz deganim bu manaqa shannerlarni bostirib qo'yaman. Buni bostirmasa ham bo'ladi, lekin bostirsa sifatli, tekis, chiroyli yopishadi. Mana bu yana bitta qonat. Xudo xohlasa bu yerda adamimizga ham Abdulhay darvozalar deb ishtirib qo'yamiz. Telefon nomerlarimiz, adreslarimiz Namangan shahar Promzoni. Mana bu tayyor darvozalarimiz, xudo xohlasa chiqib ketadigan so'rovlar yaxshi sotuvda bor, bu yerda tayyor darvozalarimiz bor. Mana brendimiz ham suv tepdi-ku. Xudo xohlasa bu yerda hop. Mana Sirdaryo milliy open darvozalarning tepa shapkasi. Mana bu Kosonsoydan olganman. Polni listi 1.3 plyusovoy, hattoki manulargacha 1.3 plyusovoy bosganman. Listi 1.8 bosardim bu yerga. Asli bu yerga 1.3 bosishim kerak edi. 1.3 bosib turib, taroq tortib, nerjavek kopishsa vanna olib ketish hisobiga 1.8 mi 2li adashmasam list bosdim. Bu yer ham 1.8 2li bo'ladi. Profil polni 1.7 plyusovoy, xudo xolasa. Mana bu darvoza Sirdaryoni, mana bu Sirdaryoni bo'lasa mana bu. Mana bu darvoza shu Sirdaryoga bugun kechga yoki ertaga yuklaymiz. Xudo xolasa, sifatlari ham ideal holatda chiqdi. Aytilgan vaqtga aytilgan darvozamizni yetkazib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaq bepul. Mana bu darvoza 3,5 adashmasam bozorga tayyorlatganmiz buni sababi. Bozordan sotganlar dadamlar. Shuni unga tayyorlangan darvoza. Xudo xolasa. Mana bu darvoza ham zakasini deb bilmayman, esimda yo'q. 9 tali fason. O'zim chiqarganman buni, trendga chiqarganman o'zim 2021-yil. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaversalar, Abdulhay darvozalar xizmat yanada sog' bo'linglar, charchamayman.